Assalomu alaykum Traders Club. Mana bugun Ganife ssenariylar oldiga kelganmiz. Qancha ishlab topadi, hamma narsasini sizlarni qiziqtirgan savollarga javob topamiz. Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar? Xudo xolasa, ko'pchilik kutgandek savollarga javob bo'ladi menimcha. Bu demo ofis zellar. Ha, bu o'zimiz o'tiradigan joy qilib qo'yganmiz. Bu yerda o'zim o'quvchilar bilan birga o'tirib ishlaymiz. Faqat ishlash uchun. Faqat ishlanadi. Bu yoq men o'zimning xonam, bu yoqda shogirdlar o'tirishadi. Shunaqa kerak kiramiz bu yerga. Mana Eldor, siz videograf bo'lgansiz oldin. Tradingga qanaqa bo'lib kirib qoldingiz, o'tib qoldingiz? O'sha o'zi videografiya degan o'zim shogirdim, tradingga qiziqdi. Birga boshladik tradingni. O'sha minuslar boshlandi, pul yo'qotishlar boshlandi, o'rtog'im chiqib ketdi. Keyin menda anaqa narsa bor. Pul beryapman, pul tiqyapman, pulim olib chiqib ketish degan maqsad bor. O'sha tradingda qolib ketdim, hozir faqat to'lib ketishmoqda. Mana siz tradega kirdingiz. Birinchi xatolaringiz nima bo'lgan tradega kirganingizdagi? Katta xatolardan bittasi shoshilish. Chunki tradingda shoshilish katta minusga olib keladi. Chunki zona kutmasdan kirasiz. Yoki zonangiz abrobot bo'lgandan keyin kirib ketasiz. Ya'ni ayni vaqtida emas, shoshilib turib, to'pa kirib ketib qolish. Zonadan o'zi kiradi. Shunaqa kirasiz, katta minuslarga olib keladi. Risk ko'tarmaslik, ya'ni risk boshqarmaslik. Mana shunaqa kichkina muammolar sizni katta minus qilishingizga olib keladi. Mana shu xatolarni qilib o'tdingiz-da. Shundan olgan eng katta darsingiz nima bo'lgan? Azartga berilish. Chunki tradingchi mana bunaqa narsa-da. Odam sovuqqon bo'lsa tradingda pul topa oladi. Agar emotsiyasiga, azartiga berilsa, bechdan pul yo'qotadi. Xoh 50 ming, xoh 100 ming, xoh million farqi yo'qotadi. Eldor, siz o'zingizni qachon haqiqiy traderman, professional traderman deb his qildingiz o'zingiz o'zi? 1 yil oldin. 1 yil oldin, chunki o'zimni stabil dohodimni yig'ishtirib, polytraderskiyga o'tishga, trading sohasiga 100% o'taman degan planni qo'ydim. Men hozir xudoga shukr yomon emas. Eldor, hozirgi kunda necha pul depozitingiz bor, necha pul o'zingiz ishlab turgan depozit? Hozir ishlayotganim 50 mingdan boshlangan, 2 kun bo'ldi depozit qilyapti. Eldor, tradingda qanaqadir sir bormi? Forexda, bozorda qanaqadir sir bormi? Hech qanaqa sir yo'q. Prosta odam o'zini to'g'ri boshqarsin, psixologiyasini kontrol qilsin, riskini kontrol qilsin, bo'ldi, pul topadi. Ana aytishadi-yu, "Mana strategiya ishlamaydi bozorda, mana strategiya yo'q, hammasi ishlaydi." Prosta odamni o'zida qo'ygan narsa. Eldor, mana boshdan boshlash kerak bo'lganda, nimadan boshlarsiz, nima xatolarni qilmagan bo'lasiz? Birinchi bo'lib kuchli mentor topishga harakat qilardim. O'sha aytganimdek emotsiyalarni, bo'lmag'ir narsalarni hammasini hayotdan chiqarib, faqat fokusni bilimga, tradega qaratilgan bo'ladi menimcha. Hamma intizom, disiplina haqida gapiradi. Bu narsa traderga kerakmi o'zi? 100% kerak. Chunki disiplinasi yo'q trader pul olib chiqishi qiyin. Chunki olib chiqadi. Bugun olib chiqadi, ertasi kuni yo'qadi. Disiplina bilan ishlasangiz, konkretniy maqsad bilan ishlaydigan bo'lsangiz, bu ancha sizni o'sishga yordam beradi. Chunki disiplina nima? Siz har kuni bir vaqtda zelka ochasiz, bir vaqtda yopasiz, yoki kuningiz qanaqa o'tishini bilasiz. Intizomli odam o'zi har joyda yaxshi. Hayotiy savol bor. Hayotiy motivatsiyangiz nima siz? Menimcha faqat motivatsiya uydagilar, oilangiz bo'ladi. Chunki oilangizga qaraysiz, buni qilish kerak, buni qilish kerak. Harakat qilish kerak, ko'tarishga, ishlash kerak. Qilinish kerak bo'lgan ishlar ko'p. Hali ko'p. Eldor, men bu yerda hozir hech qanaqa ko'rmayapman, o'qitadigan joy. Sizda patok bormi o'zi? Yo'q, men patok ochmayman. Shu Telegram kanalda biz signal beramiz, bilasiz. Shu ko'rishadi, yoqtirishgan ishimizga havas qilgan odamga kelishadi. Shu o'zimizda individual o'qish. Ustoz shogird an'anasiga sodiq qo'ygansiz. Shunaqa bizga patok qilib bosh og'riq kerak emas deymiz. Ishlaylik, bozordan pul olasiz. Bozordan olib chiqaylik ketadi. Yosh traderlarga nima maslahat berasiz mana siz? Sohaga birinchi kirganingizda shoshilmanglar, emotsiyani yig'ishtiringlar. Qizlar boshqa nimadir kayflarni yig'ishtiringlar. Fokusni glavnis birinchi o'chirtda bilimga qaratinglar, qolgani o'zi sekin-sekin bo'ladi. Katta depozitga boshda erishmassiz, lekin keyinchalik katta depozit kelganda qaltirab qolmaslik uchun boshidan o'zingizni to'g'rilang, katta depozitga o'zingizni tayyorlab boring. Shu zo'r maslahatlar bo'ldi. Xudo xolasa, keyingi intervyularda kattaroq inshaalloh. Keyingi ofisimizda ko'rishamiz. Yangi ofis quriladi. Keyingisida ko'rishamiz.